SK imtihoni bo'yicha titki savollari, ya'ni saytda berilgan namunaviy savollar. Keyingi bo'lim quyidagicha ekan, ya'ni iojil hengdong ko'rigi. Iojida degani bog'lanmoq, ulanmoq. Bog'liq bajariladigan harakatni topish va jami 3 ta savol tushar ekan shunga oid. Bizda bitta namunaviy savol bor. Taymil titko chilmuni tapashibsho. Quyidagini eshitib savolga javob bering. Demak, bu yerda o'qib olamiz. Bu yerda aynan shartiga ham e'tibor qiling. Mana shu joyi shart mana. Bo'yoq yozilgan. Namjaga yoso hal hangdong moshimlikka. Erkakka bog'liq bajariladigan harakat nima? Ya'ni suhbatdan keyin erkak birinchi nima ish bajaradi? O'shani topishimiz kerak biz. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana ayol chikchang sanksiya, ya'ni ishxonadagi boshliq ekan. Ayol. Erkak esa puha chikvon, ya'ni yordamchi ishchi ma'nosida kelar ekan. Yordamchi ishchi. Xo'p. Serobke shijaktvenin peson sobisiye tehe TV kvangoril heya haltende otoke hamyon cholkayo. Ya'ni hop yangi boshlanayotgan yetkazib berish servisi yoki xizmati haqida televizor reklamalarini qilish kerak shekilli qanday qilsak yaxshi deb ayol savol beryapti ishchisiga, qo'l ostidagi xodimiga. Hop, erkak endi javob beryapti. Uri peson sobisiye changjomin onje chumunil hedo mujogon tasot chigan ane mulgonil padulsu ittanin gol kangjo hamyon chokesoyo. Bizning yetkazish servisimiz, ya'ni xizmatimiz, dastavka xizmatimizning changjom, afzalligi, ya'ni plus tomoni, yaxshi tomoni qachon buyurtma qilinsa ham, ya'ni mahsulot qachon buyurtma qilinsa ham shartsiz, mujogon degani bu yerda shartsiz yoki albatta ma'nosida keladi. Albatta shartsiz 5 soat ichida o'sha narsa buyumini olish mumkinligiga ta'kidlasak, urg'u bersak yaxshi bo'lardi. Ya'ni afzalligi qachon buyurtma berilsa 5 soat ichida olish ekan, o'shanga mana kangjohada urg'u berish kerak ekan, ta'kidlash kerak ekan. Erkakning asosiy fikri. Xo'p, ayol aytayaptiki, mullonijo, albatta, grigo chesengaginin peson sobisiril chikchop iyon hanin chubu diri kvangoye navasimyon haninde otteyo. Xo'p. Va bizning mening fikrimcha, mening o'ylashimcha, o'sha yetkazib berish xizmatimizni chikchop bevosita o'zi foydalanayotgan uy bekalari reklamaga chiqsa yaxshi deb o'ylayapman. Shuni qanday o'ylaysiz deyapti. Shunda erkak chongotkasinde yaxshiga o'xshaydi. Yonyein poda hyonshilsongi issinikkayo. Yonyein degani san'atkor, ya'ni mashhur aktyor. O'sha san'atkorlarga qaraganda Hyonshilsong degani reallik, ya'ni haqiqatga yaqinlik. Demak, san'atkorlarga qaraganda realligi, haqiqatga yaqinligi borligi sababli. Ya'ni nima sababli desa, yaxshiligini sababi. Internet havaldongil yolchimi hago ikko yongyangnyok innin chubudiri kvangoye namyon chochyo. Ya'ni internet faoliyatini astoydil qilayotgan, ta'sir kuchi bor bo'lgan uy bekalari reklamaga chiqsa yaxshi deyapti. Va davomida ayol oxirida aytayaptiki, "Krom choktanhan saramdiril chom arabosoyo." Mana shu joyi muhim bizga. Ya'ni unday bo'lsa, mos yoki loyiq odamlarni iltimos tekshirib ko'ring. Taym hevei esonin kuchejogin kvangoneyongil uynon he popshida. Keyingi majlisda aniq reklama mazmunini uynonhada degani maslahatlashmoq, muhokama qilmoq. Muhokama qilib ko'ramiz. Demak, ayol buyruq qilgani mana shu ekan. Mos odamlarni qidirib ko'radi, ya'ni uy bekalarini reklamaga chiqadigan. Endi Intonesiso Yumyonghan ilbaninil chajaponda. Internetdan mashhur odamlarni qidirib ko'radi. Ilbanin degani bu yerda oddiy odam, ya'ni mashhur bo'lgan oddiy odam qidirib ko'radi. Xato kvangoril otton neyongiro kuson halji sengak hande. Reklamani qanday mazmunda tashkil topishini o'ylaydi. Kuson hada degani tashkil topmoq, tuzmoq ma'nosida keladi. Ilbanin kvango piyongi olmana tilji kesanhanda. Kesanadi. Ya'ni xo'p, ilbanin degani oddiy holatdagi reklama xarajati, piyong degani xarajati qancha
Tilda degani sarflamoq, sarflanishini hisoblaydi. Kesanalik degani hisoblamoq, to'lamoq ma'nolarida keladi. Va to'rt qoladi. Kvangoril halmanan yonyeyni nugunji chajaponda. Ya'ni hop reklamaga chiqishga arzigulik. Mana bu le manhati degani ishga arzigulik. Reklamaga chiqishga arzigulik mashhur san'atkor kimligini tekshirib ko'radi yoki qidirib ko'radi. Bu yerda biz boshida bitta adashimiz mana shu bo'lar ekan. Demakki, ikkinchi javob xato. Reklama mazmunini keyingi majlisda dedi. Keyin xarajatni hisoblash, qancha xarajat ketishini haqida gapirilmadi va 4. Reklamaga arziydigan san'atkor kimligini emas, u oddiy odamlardan, ya'ni uy bekalarini qidiradi. Faqat bir bo'ladi. Internetda mashhur oddiy odamlarni qidirib ko'radi. Aynan uy bekasiga urg'u berganimiz uchun boshida adashdik. Javob bir bo'ladi. Shunaqa savol jami 3 ta tushar ekan. Bajarishni tushundingiz menimcha. Birinchi navbatda savolni o'qib oling va shunga aynan shu joyga gapirilayotgan joyga e'tibor qilsangiz javobni oson topa olasiz. Va shunga o'xshash testlarni xohlang topikdan, xohlang grammatika o'rgatgan kitoblardan qidirib, topib 5-6 ta ishlasangiz ancha mustahkam bo'ladi. Bilmingiz. Xo'p, yaxshi tushuntira oldim degan bittaman. Salomat bo'ling.